Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Jumanazar Komilov. Xalq deputatlari viloyat kengashining 8-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya kun tartibiga 10 ga yaqin masalalar kiritildi va unda Oliy Majlis Senati a'zolari, Qonunchilik palatasi deputatlari ishtirok etdi. Hozir shu haqda. Sessiyada ko'rilgan birinchi masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xorazm viloyatidagi Xalq qabulxonasi mudirining joriy yil birinchi choragida hududdagi tashkilotlar rahbarlari faoliyati va murojaatlar bilan ishlash holati yuzasidan axboroti tinglandi. Ma'ruzada ta'kidlanganidek, hisobot davrida virtual va xalq qabulxonalariga viloyat bo'yicha jami 11168 ta murojaat kelib tushgan. O'tgan yilning shu davriga nisbatan murojaatlar soni 30% ga kamaygan. Shu bilan birga eng ko'p murojaatlar Urganch shahridan, Hazarasp, Urganch va Shovot tumanlaridan kelib tushgan. Ularning mazmuni esa asosan bolalar nafaqasi, moddiy yordam, aliment undirish, davolanish va jarrohlik amaliyoti uchun moddiy yordam, yashash sharoitlarini yaxshilash, ish bilan ta'minlash, suyultirilgan gaz bilan ta'minlashdagi muammolar, uy-joy bilan bog'liq masalalarga taalluqli. Hisobot beruvchi tomonidan bu murojaatlarni hal qilish borasida uchrayotgan kamchiliklar ko'rsatib o'tilib, har bir murojaatning inson taqdiriga daxldor ekanligi ta'kidlandi. Ikkinchi masala yuzasidan viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari viloyatda O'zbekiston 2030 strategiyasining bandlarini bajarilishi to'g'risida axborot berdi. Ushbu asosiy hujjatda har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish yo'nalishi bo'yicha 2025-yilga mo'ljallangan maqsadli ko'rsatkichlar 9 ta bo'lim, 73 ta maqsad, 183 ta topshiriq va vazifalardan iborat bo'lib, shundan joriy yilning birinchi choragi davomida salmoqli ishlar amalga oshirilganligi e'tirof etildi. Uchinchi masala Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, Ombudsmanning mintaqaviy vakili viloyatda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarni himoya qilish holati to'g'risida to'xtaldi. To'rtinchi masala bo'yicha viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining viloyatda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini ommalashtirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi hisoboti eshitildi. Parlamentimiz palatalari tomonidan sog'lom turmush tarzini ommalashtirish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu tavsiyalarda sohaga oid muhim dolzarb masalalar qamrab olingan. Jumladan, jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, mahallalar kesimida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, korxonalar, tashkilot va tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'z xodimlarining jismoniy faolligini oshirish bo'yicha yaratilgan imkoniyatlarni o'rganish va albatta bu borada deputatlik nazoratini kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Bugungi yig'ilishda ham ushbu masalalar batafsil muhokama etildi. Asosiy maqsad sog'lom turmush tarzini ommalashtirish hisoblanadi. Sessiyada ko'rilgan 5-masala viloyat sport boshqarmasi boshlig'ining viloyatda olimpiya va paralimpiya harakati ixtisoslashtirilgan va ommaviy sportni yangi bosqichga olib chiqish, aholining jismoniy faolligini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan axboroti tinglandi. Ushbu masala ham nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatimizni dunyoga tanitishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Oldingi yillarda 1,5 trillion so'm sportga ajratilgan bo'lsa, bugun mana shu aholi salomatligini yaxshilash uchun, sportni ommalashtirish uchun ham 3 trilliondan ziyod mablag' ajratilganligi hamda bu boradagi mana qancha sport inshootlarini qaytadan qurilayotganligi, rekonstruksiya qilinayotganligi, albatta bu aholimizni salomatligini yanada yaxshilash borasidagi olib borilayotgan sa'y-harakatlardan biri hisoblanadi. Deputatlar tomonidan juda ham bir yaxshi masalalar ko'tarildiki, faqatgina nafaqat bugun sportni ommalashtirish, balki mana shu aholi o'rtasida sog'lomlashtirish masalasi, to'g'ri ovqatlanish masalasiga ham alohida e'tibor berildi. Sessiya ishida ko'rilgan navbatdagi masala viloyatda o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida bo'lib, bu yuzasidan Kadastrlar palatasi viloyat boshqarmasi boshlig'ining hisoboti tinglandi. Deputatlar shuningdek, mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hisobidan byudjet tashkilotlari va byudjetdan mablag' oluvchilarga mablag' ajratish, xalq deputatlari viloyat kengashi huzurida yoshlar maslahat guruhini tashkil qilish borasidagi masalalarni ham atroflicha muhokama qildilar. Bu bo'yicha taklif va mulohazalar tinglandi. Sessiya yakunida barcha masalalar yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi. Shuning bilan xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining 8-sessiyasi o'z ishini yakunladi.